Assalomu alaykum, hurmatli Uyg'ur qarindoshlar, qanday ahvolinglar, yaxshimi? Bugun 8-oyning 20-kuni eng yangi qisqa xabarimizdan bahramand bo'laylik. Bugun tuyuqsiz Amerikada portlash xarakterlik bir voqea sodir bo'ldi. Bu bo'lsa-mu Oqsaroydagi prezident Trumpning sobiq strategik bosh maslahatchi Stephen Bannonni pul yuvish jinoyati va xiyonatchi degan ikki xil jinoyat bilan qo'lg'apti. Hamda birinchi qitimliq sud ichilibdi. Tunugun Wall Street gazetida texmi cho'ng portlatqush xarakteridagi xabar e'lon qilinib, Stephen Bannon bilan Goongui ikkisi 300 milliondan ortiq Amerika dollar pulga aldamchilik qilgan ekan. Aytishlarga qaraganda Amerikaning FBI organi bilan ICE organi yaqindan iz qo'g'lab tekshirish ilib berib yetibdi. Bugun atdigan Amerika Qo'shma Shtat organi darhol Stephen Bannonni qo'lga olish harakatiga o'tibdi. Stephen Bannonni qo'lga olish o'rni heliqi aldamchi kazzab Goonguining parxodida qo'lg'apti. Stephen Bannonni qo'lga olayotgan bu jarayonni Goongui o'z ko'zi bilan ko'rib, o'zini kontrol qilolmay, ishtiniga siyib tashlabdi. Putidagi cho'qi liq suydikka to'shib qopti. Kuzatuvchilarning deyishicha, Stephen Bannonning qo'lga ilinishi prezident Trump efendimning saylamda saylanishiga zo'r ta'sir etadi degandek ko'z qarashlar bor ekan. Amaliyotda ish aksicha bo'ladi ekan. Stephen Bannonni qo'lga ilish buyrug'ini tushagan Adliya ministrining bosh ministri buyruqni tushagan ekan. Adliya ministrining bosh ministri prezident Trump efendimni intayin yaxshi qo'llaydigan bir qo'llag'uchi ekan. Pompeo efendimmi yig'inlarda nutq so'zlaganda biz oldi bilan Amerika davlat hukumat organlari ichidagi o'sma yorilarni kesib iletimiz degan ekan. Stephen Bannon bo'lsa bu o'smaning birisi ekan. Ba'zi kishilarning deyishicha Stephen Bannonmi Xitoy kommunist hokimiyatiga qarshi turadigan bir keskin odamdi deb qaraydi ekan. Amaliyotda Stephen Bannon og'zida quruq gap so'qadigan, yag'an materialni rostga aylantirib so'zlaydi ekan. Xitoy kommunist hokimiyatimi yag'an so'zlash va aldamchilik qilish orqali o'zini tishlab chiqqan ekan. Stephen Bannonmi yag'an so'zlash va kazoblik qilish orqali aldamchi Xitoy kommunist hokimiyatiga qarshi turishi u mumkin emas ekan. Stephen Bannonning eng muhim yeri Xitoy kommunist hokimiyatiga qarshi turganlik bo'lib, pul aldamchilik kasbi bilan shug'ullangan ekan. Xitoy hokimiyatiga qarshi turamiz, Xitoy kommunist hokimiyatiga qarshi turamiz degan nom bilan 300 million Amerika dollar pulni aldab ketgan ekan. Masalan, Tayvan, Yangi Zelandiya, Kanada va boshqa davlatlar Stephen Bannon va Goonguining bu organiga pul iona qilib etib, keyin darhol to'xtab qolgan ekan. To'xtab qilishlik sabab bularni gumonliq deb gumon qilgan ekan. Nurg'unlagan banklar, Amerikaning cho'ng bankalarimi bu ishdan gumon qilib, bank hisoblarini to'nglatgan ekan. Stephen Bannon bilan Goongui ikkisi qarmoqqa Xitoy kommunist hokimiyatiga qarshi turamiz degan bilan asosliq maqsadi pul aldamchilik qilish ekan. Bu eng muhim nuqta ekan. New York Janubiy rayonining sud hukmini chiqaribdi. Sudning chiqargan hukmi internetlarda e'lon qilinibdi. Hukmda deyishicha, Stephen Bannon bir harakat qo'zg'ab, Amerika Meksika oralig'iga tam so'qish banosi bilan pul to'plash va pul iona qilish harakatini ilib berib 25 million dollardan ortiq pulni to'plab, bu puldan biz bir tiyinni ishlatmaymiz, bizmi yordam qiluvchi degan shiorni ko'tarib chiqqan ekan. Amaliyotda Bannon o'zlam bu puldan 1 milliondan ortiq dollarni o'zidan qilib olgan ekan. Yana bir qism bo'lgan 350 ming dollarni Iroq urushida qahramon bo'lgan puti yo'q bir qahramonga bergan ekan. Stephen Bannon bu pulni to'plash uchun Iroq urushida qahramon bo'lgan put qo'lidan ayrilgan bir urush qahramonini ishga silib, bu urush qahramoni orqali tashviqot ilib borgan ekan. Tashviqotning mazmuni asosan Amerika Meksika oralig'iga tam so'qish, qonunsiz ko'chmanlarning Amerikaga ko'plab kirmaslik va kaza har xil so'zlar bilan nurg'unlagan Amerika fuqarolarini ta'sirlantirib 25 million dollardan ortiq pulni to'plab, ataqda bu pulni biz hargiz xashlamaymiz degan nom bilan amaliyotda bir qancha bankalarda bank hisob ochtirib, yolg'on isbotlarni tayyorlab, Stephen Bannon o'zi
1 milyondan artıq dollarını yançığı silib, 350 milyon dollarını Iroq urushidagi qahramonning yanchig'i salgan ekan. Keyin bu ahvol sezilgandan keyin Amerika Qo'shma Shtat organlarining iz qo'g'lab tekshirishi orqali Stephen Bannon qo'lga ilinibdi. Stephen Bannon bilan Govenge ikkisi birlashib Xitoy kommunist hokimiyatiga qarshi turamiz degan bano bilan Stephen Bannon parda orqasida Govenge ko'rinishda oldingi safda jang qilayotgandek bo'lib, amaliyotda iqtisodiy aldamchilik kasbi bilan shug'ullangan ekan. Amerika FBI organi Stephen Bannonning Amerika-Meksika oralig'iga tam so'qish aldamchilik harakatini kuzatib qolmasdan Stephen Bannonning Govenge bilan birlashib Xitoy hokimiyatiga qarshi turamiz degan yolg'on aldamchilik harakatiga diqqat qilayotgan ekan. Kuzatuvchilarning deyishicha, sotning hukmi oxirlashganda balkim Stephen Bannonga 40 yil atrofida turma jazosi berilishi mumkin ekan.